Assalomu alaykum hammaga. Tuzingizlar, yaxshimisizlar? Men video chiqarishimdan maqsadim birinchi o'rinda ayollarga chiqaryapman. Bitta narsada nimaga bo'lsa siqilib bo'lmanglar. Nimaga deysizlarmi? Chunki mana biz shuni orqasidan bensada yotibmiz. Ukollarni rosa olyapmiz. Farzandlaringiz injiqlik qiladimi? Sizni sevishmayaptimi? Sevishyaptimi? Sizni g'iybat qilishyaptimi? Qilmayaptimi? Ishingiz bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Hamma narsaga siqilish keragi yo'q. Sizni bitta ko'z yoshingizga arzimaydi ekan, faqat sog'liqni yo'qotasiz ekan xolos. Dugonalar, meni yaxshilab eshitinglar. Siqilib, bo'g'ilib hamma narsaga kelgan joyimiz mana shu banisa bo'ldi. Mana shu banisadamiz. Biz banisada yotibman. Mana rosa kapinisalarni oldik. Men nima demoqchiman hammaga? Aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, siz bo'lsangiz ham, siz siqilsangiz ham, siqilmasangiz ham hayot tekis o'taverar ekan. Tushunyapsizmi? Lekin siz sog'liqni yo'qotib, qo'lingiz uyushar ekan, birinchi o'rinda asabda qo'lingiz uyushar ekan, bu degani insultga yaqin degani. Miyada qon aylanishi yomonlashdi degani bu. Hamma narsaga siqilib, bo'g'ilib baqiravermang. Sizni sog'ligingiz, muhabbatingiz, sevgingiz hammasi o'zingizga ekan. O'zingiz uchun o'zingiz harakat qilishingiz kerak ekan. Ishingiz bo'lmayaptimi? Vaqt soati kelib bo'lar ekan. Hamma yoqda o'ziga yarasha vaqti bor ekan. Mana endi men ishga kirdim. Sog'ligim yo'q endi. Ish deb sog'ligimni yo'qotdim. Hamma narsani nima demoqchiman? Vaqti soati bor ekan. Siz bo'g'ilib siqilganingiz bilan hamma narsa o'z o'rnida bo'lmaydi ekan, siz aytganingiz bo'lmaydi ekan. Dugonalar, birinchi o'rinda o'zlaringni sog'liklaringni asranglar. Sog'liklaringni yo'qotib qo'ysalaring, bosh og'rishi bor ekan, mana oyoq qo'llar uyushi bor ekan. Mana o'zimda bo'lib turgan holatni sizlarga men chiqaryapman. Undan ko'ra hammasini orqaga tashlab, birda kiyib, birda yechib, mazza qilib, vaqtida ovqatlaringni yeb, bo'ladi-da, bo'lgan paydada deb salgina orqaga tashlanglar hamma narsani. Hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman.